Halk yaqa Görüş reallıqımızı yorutudu. Ama nemini görüşne qanday qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programmasi. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalamu alaykum. Abduveli Ayıp Efendi, yaxshimisiz? Men shunda qarayman programmasiga xush keldingiz. Aleykümselam Ahmet aka, yaxshi tudingizmi? Yaxshi, elhamdülillah. Assalamu alaykum hurmatli ko'rarman, anglarman. Sizmi yaxshi tudingizmi? Men shunda qarayman programmasiga xush keldingiz. Bugun biz Abduveli Ayıp Efendining muhaciratdagi Uyg'urlarga ve ularning mavjudligiga qanday qaraydiganligi qaraymiz. Aldı bilen bu temadaki muhaciret degan so'zni biz Abduveli Efendi bilen bir o'rtoqlashishga to'g'ri keladi. Ondan bu temaning boshqa so'zlariga o'tamiz. Aldı bilen muhaciret degan mushu atalg'u Abduveli Ayıp Efendi. Sizningcha bu muhaciret deb atilishi yaxshimi, durustmi, kerakmi yoki bu hicret deb atilishi kerakmi ve yoki sürgün deb atilishi kerakmi ve yoki bizning konu Uyg'urchamizdagi ko'ch deb atilishi kerakmi? Mushunda qanday birlik kelish mumkin ve bu mumkinchilik imkoniyati, yani mumkinchilik qanchalik darajada amalga ish ehtimoli bor sizningcha? Bu muhaciret, hicret, köç, sürgün, bu sözlerinin hammasi ma'nodash so'zlar. Hammasi şu biz devatkan temaga tushidi. Endi so'zning ma'nosi degan narsaga kelsak, bu til filosofi Wittgensteinning qarashi bo'yicha bo'lgan chaqda tilning ma'nosi, so'zning ma'nosi, ya'ni u qaytib qolmaydi-ku. So'zning ma'nosi bir nimaning ichida bo'ldi, bir jarayonning ichida bo'ldi. Unda bo'lganlik uchun biz qaysi so'zni ko'p ishlatsak, shu so'zga bizning ko'nglimizdagi ma'nolar yepishib, cho'g'linib ko'p boradi. Agar biz o so'zni ishlatmasak, o so'zning ichi quruqlanib, ma'no tariyib, ozayib mangdi. Masalan, bunda hodisa Uyg'ur tilida azaldan bo'lib kelgan. Masalan, qadim Uyg'ur tilida teriq degan so'z aslida tariq talaffuz qilinadi. Bu barliq teriydigan ziroatlar qartilgan. Tariq degan narsa. Lekin hozir teriq desa shu ziroatlar ichidagi faqat birsiga qartimiz. To'g'ri. Endi shunga o'xshash mayli ko'chni ishlatamiz yoki hijratni ishlatamiz arabcha yoki uyg'urcha texmi bir muvofiq bir so'z surgunni ishlatamiz yoki muhojiratni ishlatamiz degan haqida bizning o'rtaq bir maslahatlashadigan organimiz bo'lmaganligi uchun hozir endi bu diasporadagi, ya'ni chet eldagi Uyg'ur tilida muhojirat so'zi ko'proq qo'llanilib, bu qolgan so'zlar ozroq qo'llanilgan bo'lg'achqa biz shu ko'proq ma'no yuklangan, ko'proq ma'noni bag'riga bosgan muhojirat so'zini ishlatishni qaror qildik. Ya'ni hech qanday qilqi tanlash anglarmanlarning, ko'rurmanlarning tushunishiga qulay bo'lish uchun tanlandi bu yerda. Okay. Endi muhaciratdagi Uyg'urlarning mavjudligi degan mushu iborada biz mavjudlik haqida, masalan, muhaciratdagi Uyg'urlarning mavjudligi nimani ko'zda tutadi hozir? Biz mushu temada so'zlashishimiz uchun mushu mavjudlik degan so'zning tushanchisini, ma'nosini, hukmini bir o'rtoqlashishimizga to'g'ri keladi. Siz, men va ko'rarman.
Şuna şu mevcutluk degan söz haqida qisqacha bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Abim degandek so'zning ma'nosi muqim bo'lmaydi. Davr qarab o'zgarib turdi. Bu mavjudlik degan so'zning o'xshamagan o'ramda, o'xshamagan ma'nosi bo'ldi. Siyosiy o'ramda bir xil, falsafiy o'ramda bir xil, adabiy o'ramda bir xil degandek, endi bizning bu yerdagi davatgan mavjudligimiz inglizcha survival deganga pekrak tushdi. Men shu ma'noda ishlatmoqchi bu so'zni, ya'ni Uyg'urlarning muhojiratda o'zini saqlab qolishi, omon qolishi, bundan boshqa omon qolishdan boshqa siyosiy madaniyat va kishilik maqsadlariga yetishi mush jarayonda. Shu bu yerdagi mavjudlik degan gap inglizcha survival, ya'ni omon qolish, saqlanib qolish deganga pekrak shuni pekrak ko'rsatdi. Undaqda Uyg'urlarning muhojiratdagi Uyg'urlarning mavjudligi degan mushu tushunchadan boshlasak, biz qaysi vaqtni, tarixdagi qaysi vaqtni Uyg'urlarning muhojirati yoki ko'chi boshlangan deb belgilash ehtimoliga ega bo'lamiz yoki qaysi vaqtda biz mushu muhojiratni boshlanish nuqtasi deb belgilay olamiz sizningcha? Bu yerda menimcha tarixga bak ketib qolsak, bak uzoq ketib qolsak, mas suhbatning nimasini tamomlab bo'lmaymiz. Shunga menimcha biz nimani tarixni mushu 1880dan bu yoqqa qilsak yaxshiroq bo'ldi. Chunki undan burungi tarix kelsak, birsi bu tarix bak shiroqlik tarix, xalqimizga faqat aniq bo'lmagan tarix, ma'rif orqali Uyg'urlarning tarixi, Uyg'urning vatanida o'rgatilmaganligi uchun avomga na ma'lum bo'lgan tarix. Faqat bir qism mutaxassislarga ma'lum, bir qism o'qirmanlarga ma'lum, lekin keng xalqqa, avomga ma'lum bo'lmagan uchun pek uzoq ketmaymiz. Uyg'urlarning tilida naqshisi saqlanib qolgan, masalan, ko'ch naqshisi bor Uyg'urlarda, eng yaqin. Sadir Polvon qo'shoqlari bor, eng yaqin. Molla Nazimninki she'rlari va eng yaqin. Biz aşağıdarak başlayalım. Başlasak, bunu 1882-yildagi O'ruslarninki eli shartnomasi tuzilib, Manju Chang imperiyasi bilan O'rus imperiyasi, Char imperiyasi o'rtasida Uyg'urlarning eliga surgun eli emas, Yetisuga surgun qilinishidan başlayalım. Aşağıdan başlasak, biraz yaqindan başlaymiz. Andan bu voqeaninki şahitlerinin evlatları ve şahitlerinin hazırgacha eserleri, müzik, nakşileri saklanan bu açıda halkımızın bir kadar iniq oldu bu narsa. Şuna şu köç deyilgen Uyghur tarixida şu köçten başlasak yaxshiroq bo'ldi. Endi bunun ikincisi, nima uchun bu 1882-yildagi köçten başlaymiz desa, biz bugün qo'g'lashayotgan sürgündeki g'oyimiz şu ko'chning natijasi tug'ilgan. 1882-yildagi bu Xitoy va Manju imperiyasi o'rtasidagi shartnoma bilan Uyg'urlarninki Rossiya, ayni vaqtdagi Rossiya tuproqlari, ya'ni Rossiya zemini, hozir Qozog'istondagi Yetisuga ko'chirilishi va u yerda bir cemaatni tashkil qilib yashashi. Oxirida shularning 1919-yili tunji Uyg'urlarning siyosiy partiyasini qurib chiqishi. Bu Uyg'urlarning bugungi siyosiy g'oyasiningki tug'ilishi hisoblandi. Ya'ni Uyg'urlarning davlat qurishdan iborat g'oyasi shu 1919-yili Olmaotada qurilgan Uyg'ur jamiyatidan boshlandi. Shunga Uyg'urlarningki bu biz mavjudligi deganni omon qilishi, siyosiy g'oyasi uchun kurash qilishi deb tushunganligimiz uchun buni shu yerdan boshlab yaxshiroq bo'ladi, o'qirmanlarga meniqroq bo'ldi. Endi gapni shu yerdan boshlasak, bu Uyg'urlar ayni vaqtda xuddi hozirgi o'xshashla shu vaqtdagi imperiya, Manju imperiyasi tarafidan
sürgün qılınğan. Özünün anı makallarından Müşahede Operatsiya- Abdüveli efendim müşahede fakat bir sual soruytay anandaki keyin davam ettiriveririm sözünüzni. Muşu siz devatkan ve elbette tarihte muşundaq yazılgan 82 yıldaki yetsu köç yoki sürgün qılıngan yoki götkelgen yoki köç qılıngan degan vaqtimizda bu tarixning reallığı qanchalik ya'ni bu tarixning degan vaqtimda men Yetsu'ni ko'zda tutaman. Yetsu aslida Sharqiy Turkistonning ya'ni Manju imperiyasi ishg'ol qilgan Sharqiy Turkistonning yoki bo'lmasa Uyg'urlar zaminining bir parchasimi edi Yetsu yoki bo'lmasa u haqiqatan Charusiya ilgiligen vaqtida Yetsu'ni mesela Qozog'istonlarni ayni vaqtida bu 1864 yıldaki Qashqariya davlatininki belgilik territoriyasining ichida emas miydi? Mushni bir aniqlab kelib bo'lamdi sizning siz bilgan, siz ko'rgan materiallarga asosan. Ya albatta bu eğer unda desek bu texmo nime çoğlaydı. Yani unda desek bunu başka düşündürüş doğru kıldı. Çünkü hem de elbette Uygurlarınki tarihteki haritası şundaktı. Lekin manda gepni mandaqlaylı biz. Şu vaqtki real haritaya qaraylı. 1882 yıldaki real haritada aşı 7 aylık Eli Deryası'nınki bu tarafı Rusya'nınki bu tarafı bizimki. Elbette onun burun bu atubomuzdan zemin ekenliği şek yok. Lekin biz şu 80 bizim çiğnaşa bektik emas mı? 1882'de bekteldik. Bo'ldi, çiğnaşni tuğa çıkıp biz üçün. Muşa askertkinimizden yetadi menimce okey ha. Devam ettirelim. Şu normal aşı politikal siyasi harita aynı vakitte El Deryası'nı çiğir qilgan bir harita etemdi. Şu haritaga bo'yicha bo'lgan chaqda Uyg'urlar sürgün bo'lgan. Yani bu bizning 100 necha yil burunqi tariximizdagi tunji bir sürgün deyishki bo'ldi. Bizga eng yaqin, eng çok sürgün deyishki bo'ldi. Bu sürgünning neticesinde ne bo'ldi desa, bu sürgünning neticesinde Uyg'urlar yo'qolib ketmekti yo'q. Aksicha Uyg'urlarning tunji siyosiy partiyasini qurib chiqdi. Buning rahbarlari bo'lgan Abdulla Ro'zbaqiyov hatta 1921-yili Toshkentda Uyg'ur qurultiyi deb bir qurultay chaqirib, bugungi Uyg'ur mavjudligiga asos soldi. Endi bu yerda asli birinchi qitimliq muajiratda Uyg'urlarni shunga biz g'alaba qildi deya olamiz. Chunki şu ziminda Çarosya territoriyasida yoki qozoqlarning orasiga yoki bo'lak millatlarning orasiga erib ketmay o'zining mavjudligini saqlagandan boshqa o'zining siyosiy taqdiri haqida o'ylanib bugungi bir orzuga, bugungi bir g'oyaga, bugungi bir siyosiy nishonga asos solgan. Bu birisi. Ikkinchisi bu ko'ch Uyg'urlarga yangi ma'rifni ato qilgan. Ameliyatda vatandagi tadqiqotda bu Uyg'ur yangi ma'rifi atishdan boshlangan degan nima bor, degan bir ko'z qarash bor. Lekin David Brophy'ninki Uyg'ur Nation, Uyg'ur millati degan kitob bo'yicha olgan chaqda tunji Uyg'ur fanniy maktabi amaliyotda bizning atishda yoki g'uljida emas, Yarkentda borliq kelgan. Chunki bu Ruslar allaqachon Yevropa madaniyatiga o'tib, yangi ma'rif ko'chib, dunyo bilan teng qadamda mengayotgan millat bo'lg'achqa, Olmatoqqa ko'chgan Uyg'urlarmi shu Rus yangi ma'rifining turtkisi ayni vaqtdagi Tatar jadidchilik ma'rifining ta'siri qatorliq omillar bilan yangi ma'rifga ko'chib, Uyg'urlarga ikkinchi bir inom, ya'ni birinchi inom siyosiy g'oya bo'lsa, ikkinchi bir inom bo'lgan ma'rif, yangi ma'rif, yani fanniy ma'rif ne taqdim qilgan.
Andi üçüncüsü, hemmeyle bilimiz, Uygur yeni edebiyatı. Uygur yeni edebiyatını takdim kılgan. Mesela Uygurlardaki tunji yeni edebi eser, yeni edebi jurnal, edebi gezet degan narsalar Olmutuda, O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning qo'lida barliq kelgan. Shunga birinchi qatimliq ko'ch, ya'ni biz muajiratni o'ni ko'ch-ko'chni olsak, birinchi qatimliq ko'ch Uyg'urlarga siyosiy g'oya, yangi ma'rif va yangicha adabiyotni ato qilgan. Endi ikkinchi qatim, endi bundan boshqa bu g'oya Yine bir sekund, 20 minut to'xtatib, siz eskertken şu mevcutluk, yani özünü saqlanıp qalish deganda siz oldin birinchi bo'lib eskertken, masalan, siyosiy tarafdagi siyosiy g'oya deb atadingiz siz. Bu ularningki 84-yili Zozongtang, yani Manju imperiyasining bostirishi bilan munqaz qilingan Qashqariya davlatininki qayta asliga keltirish davlatini qayta asliga keltirish bir harakatimi yoki bo'lmasa sizningcha bularning bu harakati faqat yeni bir davlat qurishdan iborat bir xil yeni plan yoki bo'lmasa yeni bir ko'rishmidi bularning? Buni yaxshi savol bo'ldi amaliyotda. Buni biz Qashqariya davlatini asliga keltirish deb tushunsak-mi bo'ladi? Ya'ni bir ajdodlardan qolgan bir davlat nasliga keltirish, bir qurilma nasliga keltirish deb tushunsak, buni asta tushunsak bo'ldi. Okay. Lekin ayni vaqtda davr sharoitida Yoqubbekning qurg'ini bir amirlik. U bir ayni vaqtdagi sharoit emas bir davlat endi. Lekin bu Abdulla Ro'zboqov qatorliq bizning ko'ch-ko'chda ikkinchi qatim o'zini tonigan shaxslarningki qurib chiqmoqchi bo'lgani zamonga loyiq jumhuriyat. Albatta. Shunga aytdiki, davlat o'xshash to'g'ri, lekin davlatningki tuzumi o'xshamaydi. Ijodda o'xshamaydi albatta. Endi bular bu g'oyani amalga oshurdimi desa, oxiri amalga oshirdi. Ya'ni ikki qatim. Bir qatim Qashqarda birinchi jumhuriyat, ikkinchi qatim G'uljida ikkinchi jumhuriyat qilib buni qurib chiqdi. Bu siyosiy g'oya 9 odam boshlagan ayni vaqtda. 9 odamning 7si er, 2si ayol. 9 odam boshlagan g'oya oxirida Uyg'ur tarixida ikki qatim reallikqa aylanib, Uyg'urlarga ajdodidan faxrlanadigan bir g'ururni ato qildi. Shunga biz birinchi qatimliq Uyg'urlarningki ko'chmanlik, ya'ni muajirat tarixini nihoyatda muvaffaqiyatli bo'lgan bir ko'chmanlik deb qaraymiz. Endi buning sizmi o'ylab baqsaq, dunyoda davlat qurgan, yangilik ilib kelgan bir millatning qaynini yangilagan kishilarning ko'pinchisi, ya'ni hammasi degidek sirtda sarson bo'lib, sirtdan kelgan bo'ldi. Masalan, Hindistonning qurg'uvchisi Mahatma Gandhi, Janubiy Afrikadan, Angliyada o'qigan, Janubiy Afrikada advokat qilgan, oxiri Hindistonni qurib chiqqan. Pokistonning qurg'uvchi Muhammad Jinnah, u Angliyada o'qigan odam. Ondan bu Turkiya Cumhuriyetining qurg'uvchisi Mustafa Kemal. Bugungi Turkiya Cumhuriyeti emas. Gretsiyaning Selanikdagi yer tug'ilgan. Bu yerdan kelgan. Uyg'urlarningki davlat qo'ygan Ahmadjon Qosim bo'lsin, Elxon To'ra bo'lsin, bu Sobit Tambulan bo'lsin, hammasi vatanning sirtida bir muhojir bo'lib, bir ko'chman bo'lib, shiyadan davlat nima, millat nima, kimlik nima, uni qanday qo'g'daymiz, joriy qildiramiz degan narsani o'rganib kelib, o'zining vatanida davlat qo'ygan. Shunga bizning bu birinchi qatimliq ko'chishninki ahamiyati shu qadar zo'rki, agar shu qatimliq ko'chish bo'lmagan bo'lsa, biz hatto bugungi Uyg'urlarning mavjudligini tasavvur qilolmaymiz. Adabiyotini, ma'rifini, madaniyatini, adabiyotini tasavvur qilolmaymiz. Shu hukmingiz bo'yicha masalaga qarasak va tarixga qarasak,
33'teki kurulgan cumhuriyetimizde asasi cumhuriyetin kuruluş rolünü sağucular yanıla şu Kaşgar'da, Xotan'da, Muşu iki Şərq Türkistan'ın iki Cənubi vilayetindeki kişilerini ve ziyalilerini ve dini ulemalarını öz içine alğan boludu. Şundaq boğa vaxtıda sizin ki eğer Muşu köç bulmagan bolsa idi, bu cumhuriyetlerninki yani 33 ve 44'teki bu devletlerin kuruluşununki imkaniyeti bulmagan bolattı degендek şundaq bu bir yakünle çıkarışımızda qanchalik reallıkka ega şu hüküm? Menimce reallıkına ait yakın. Çünkü bu bizning hükümlerimizning hammasi bir tefekkürning, tadqiqotning oluşuning natijasi. Bu hech qanday tabiiy fandagi o'xshash tajribaxonadan chiqqan bo'lmag'achqa biz buni mutlaq demaymiz. Buningga qarshi fikr bo'lsa, texi yaxshi qarshi o'tirib anglaymiz. O'zimiz shu banada bir narsani o'rganib olamiz. Lekin bundaq bir selishtirma qilib baqsaq bo'ldi. 1912-yili Xitoyda yangi cumhuriyet qurilgan. O çağda Çin sulalisi veyran bo'lgan. Devlette hiç nima yo'qdi. Devlette bir devlet veyran bo'ldi, hech qanday bir devlet yo'q ahvolda edi. Endi shu vaqtda Uyg'urlar bir devlet qurib olmagan. Asli qurib olish imkoniyati tamam bo'lmadi. Qurib olganlar bormi? Bor. Tashqi Mo'g'uliya, ya'ni Mo'g'ullar. Mo'g'uliya cumhuriyetini qurib, bir mustaqil devletni qurib olgan shu nimada. Xitoy cumhuriyeti qurilgan chaqda ular o'zini ayrilib chiqib, Markaziy Xitoyga tava qilmagan. Lekin shu chaqda Uyg'urlar shundoq bir birlikni barpo qilmagan. Nima uchun desa, Uyg'urlarningki shu siyosiy g'oyani o'tirib qo'ydigan odamlar bo'lmagan. Amaliyotda to'g'ri, mayli ilidagi cumhuriyet bo'lsin, mayli Qashqarda qurilgan cumhuriyet bo'lsin, uning qo'shinininki 99% yerlik Uyg'ur. Uning hech qanday shak yo'q. Lekin amaliyotda davlatni qurdigan odamlar uncha jiq bo'lmaydi. Masalan, Amerikani qo'yganlar ayni vaqtdagi Amerika xalqining 3% ekandik. 3% adam Amerikaning cumhuriyetini qurib chiqqan. Ya'ni bir ideyani o'tirib qo'yamiz, bir fikrni o'tirib qo'yamiz, bir g'oyani o'tirib qo'yamiz. U g'oya xuddi uchqunga o'xshaydi. Uni chochimiz, u o'taladi. Mening da'vatqinim muajiratning dalash uchqunning rolini o'ynashi. Bu yerdeki mesele Abdülveri Efendi mesela sabit damollani alsak, sabit damolla asasen şu İslam devletleri de Orta Asya, Orta Asya'da mı Orta Şarkı etrafındaki şu taraflardaki İslam devletleri Türkiye şunun içinde mesela ve şundakla matrapten uçağı Pakistan ayrılıp çıkmagan vaxtları. Lekin şundaq bolsunmu şu yerdeki Müslüman xalqlarninki milli azadlık hareketleri bolamdı. Şundaq bir ta'sirda, şundaq bir muhitda yetilgen bir adam. İkinciden şu cumhuriyetninki asaslık adamlardan yeni birisi Memteli Tevfik Efendi. Memteli Tevfik Efendi'nin mu asaslık körüşü ya olmasa siyasi bilimi yine siz eskertken bu Rus tarafninki nimesinden emas asasen yenila kuyuqraq qilib aytgan vaqtida Türkiye'ninki ve Türklerninki bu siyasi an ve siyasi ideologiya, siyasi tefekkürge bekerek mayılrak ve şundan köp mənbələrini keltirgen, şu mənbələrə asaslanğan adamların biri. Ve şundaqla Abdüz Məxsum'la asaq. Abdüz Məxsum mu? Yine sabit damıllamğa oxşaş, yakınraq, lekin sabit damıllamdan farqlandığını Abdüz Məxsum'ninki şu Tevfik bilen Damollu'nunki ikisini tam juralığan adam Abdüz Məxsum.
Demakçı men ki, muşu 3 adamni alsak 33'teki Cumhuriyet kuruluşundaki asaslık rullani, bu üçünisi siz devatkan köç bilen bir çoğun münasibeti yok dep qarayman. Şuna Ya münasibet, bunda bir narsani dedim kılıyorum. Bu Aha. köç degan çağda bu bir köçmenlik demekçi onun içinde. O çokum ma'lum rayondaki deganlik emas. Yani şu musafir, yani mana deyli bununki. Abiyam şunu dedik. Hicret, muhaciret nemi desek buludu? İş kılıp, vatandan ayrılgan adamlarning vataniga qilib bergan ishleri deyli asarak degan chog'da. Mana desem yaxshiroq bo'lishi mumkin. Yani biz bu yerda u taraf bu tarafning gapi emas. Yani vatandan Demek chiqqan odamlar sizden bu yerde nima ishlarni qildi degani demakchi Ahmad Chaka. Intayin oddiy bir qiz gap. sözü tutkununuz hazır fakat o alıqı yetişudun başladığınız gapni demek bu emas şu vakitlardan keyinki her tarafta bo'lgan muhaciretning gapini qilyapsiz. Şu çağda başlangan köşninki Uyghur tarihi ko'rsatgan ta'siri degan so'zlayapmiz. Tushundim. Davomlashtiring. Endi bu undan keyingi yani ikkinchi qitimliq eng cho'ng ko'ch 1949 yildan keyingi ko'ch. Yani 1949 yil 10 ayning 13 kuni Xitoy armiyasi Ürümchiga bostirib kirgan. Şu vaqtdan keyingi yana bir ko'ch bor Uyg'ur hayotida. Bu ko'chning bu kishilar bizning ayni vaqtdagi Qashqa, Xotan, Qashqaga kelib, Qashqadan Xotandan eshib, hozirgi Ladakh yo'li bilan Kashmirga berib, ondan Kashmirdan oxirgi Turkiyaga kelib makonlashgan. Endi bularning ichidan ayni vaqtda bir qismi Turkiyada qilib, Turkiyada tashkilotlarni qurib, Uyg'urlarningki mustaqillik davosini davomlashtirgan. Yana bir qism odamlar, yani intayin az bir qism odamlar Yevropaga ko'chib, Myunxenda qurilgan ayni vaqtdagi Ozodlik radiosiga qadam qo'ygan. Endi bu ikki top oxirida ikki cho'ng jamoatga sabab bo'ldi. Birisi Turkiya, bir Uyg'urlarningki davomli qildigan manzilga aylandi. Yani hozirgi yani bizning bildigan ma'lumotimizda 50 mingdan ortiq Uyg'ur Turkiyada yashaydi deymiz. Shu Turkiyadagi Uyg'urlarningki urug'ni selishi, Şia tashkilotni qurishi, Shiaga Uyg'urlarni jalb qilishi degandek omillarga munosabat. Bu birisi. Ikkinchisi, Myunxenda Yevropada eng cho'ng Uyg'ur jamoatidan birisi bor. Ondan Uyg'urlarningki bir tashkilot, asosli tashkilotning birisi hozir Myunxenda turibdi. Endi shu muhojir Uyg'urlarning 1949-yildan keyin chiqib ketgan muhojir Uyg'urlarning sog'an urug'i bugun nimada bu Turkiyada ve Germaniyaning Myunxen shahrida bix urib baraqsam bo'lib turibdi. Endi yana bir qitimliq ko'ch qachon boshlandi? Abdullah efendi. Üçüncü qatimliq ko'chdan gap etishimizdan burun mushu siz eslatgan ikkinchi ko'chdiki, masalan Turkiya ve Germaniyani misolga oldingiz, ko'z tutdingiz. Bunun ichida Saudiyaga ko'chgan Saudiyadagi Uyg'urlarmi mushu ko'chning ichiga kiramdi? Albatta, buni unutib qoldim men. Deb qo'yganingiz yaxshi. Ana unutib qoldim shunda. Saudiyaga ko'chgan Uyg'urlar jiq amaliyotda ayni vaqtda. Ayni vaqtda Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi Saudiyaga ko'chgan. Bunun asosli sababi diniy sababdan bo'lgan. Zo'rdin Sabir efendim naiti Sanskritga e'tibor berdigan yozuvchi marhum. Zo'rdin Sabirning 1989-yil e'lon qilgan bir adabiy xotirasi bor. Xatolashmasam ismi Haj Safirdagi Paranglagu deyman. Şu jurnalda Zo'rdin Sabir efendimning bergan ma'lumotida Uyg'urlarning soni 59 ming.
Saudiya Arabistonidagi Uyg'urlarning soni 59 ming. Ham zo'rdan sabir undaq og'zil kelgan gapni deydigan odam emas. Men izchil sanspirlarga e'tibor berib kelma, sanspirni yaxshi astoydil oladi. Lekin şu 59 ming Uyg'ur bugungi davrga kelgan chog'da Saudiya Arabistonda birmi Uyg'ur tashkiloti yo'q bir holatda turyapmiz endi. Shunga bu ko'chish degan narsa amaliyotda biz ajdodlarimizning qarorlarining mahsuli, bizning qarorlarimizning mahsuli g'unchisi yoki tikini keyingi avlodlar bo'ladi endi. Ayni vaqtda bizning ajdodlar shundoq ko'pincha Saudiyaga ketishni tanlabdi. Shu bilan oxirida bugun birmi Uyg'ur tashkiloti yo'q bir holatga tushib qoldik. Endi Turkiyaga ko'chganlar hech bo'lmagan chog'da Turkiyadan Yevropaga adamayat deb Myunxenga bir radio stansiyasining qurilishiga qo'shabdi. Oxirida bir tashkilotning qurilishiga ul sapdi endi. Lekin Saudiyadagi Uyg'urlar unda qilib bo'lmadi. Sabab endi Saudiyaning bir demokratik bo'lmaganligi deganga o'xshash nurg'un sabablar. Endi oxirida mustabidning qayoshi bo'lgandek bu Saudiya bilan Xitoyning yaqinlashib ketishi, oxirida endi biz 2017 ga kelsak, gapni biroz nim qilib bu Uyg'urlarning u yerdan Xitoyga o'tkazib berilishi gicha fojialarni keltirib chiqadi. Endi bizning hozirgi tanlashimiz albatta, hozirgi gaplarimiz albatta keyingi avlodlarimizning ko'ziga yo gul bo'lib ko'rinadi, yoki tikan bo'lib sanjiladi. Endi bu ikkinchi qatimliq ko'chning gapiga kelsak, uchinchi qatimliq ko'ch. Endi bu 49 dan boshlangan ko'chni so'sak bu taqki 1962 gacha bo'ldi endi bu narsa. Yani 62 gacha Uyg'urlar O'rta Osiyoga ko'chdi, Afg'onistonga ko'chdi, oxir Turkiyaga ko'chdi degandek endi. Uchinchi qatimliq ko'chga kelsak, bu 100 yil, 100 necha yil ichidagi. Dal 2009-yildan keyin boshlangan ko'ch deyishki bo'ldi. Men nima uchun buni boshqa demay 2009-yildan keyin deyman desa, 2009-yildagi 5-yil voqeasi Uyg'ur tarixidagi davr bo'lgich bir voqea. Bu voqea haqida biz Uyg'urlar texi yetarli kitob yozib, buni yoritib, xalqimizga tushuntirib beramidik. Bu biz ziyolilarning mas'uliyati. 5-yil voqeasining Uyg'ur tarixidagi roli, o'rni, ahamiyatini biz yetarli darajada xalqimizga tushuntiramidik. 5-iyul Uyg'ur tarixidagi xuddi ikki qatimliq jumuriyatdagi muhim voqea. Bu Uyg'urlarni shu qadar silkiganki, Uyg'urlar hayot mamatliq taqdir ustida o'ylangan bir voqea bu. Shu voqeadan keyin Uyg'urlar ko'chdi. Yevropaga ko'chdi, Amerikaga ko'chdi, Turkiyaga ko'chdi degandek. Oldin qatim ko'chganlar, keyingi qatim ko'chganlarga yo'l ko'rsatdi. Birinchi Uyg'ur najiq ko'chgan bo'lsa, keyingi Uyg'urlar shu yerga yig'ildi. Masalan, hozir Uyg'urlar Yevropada eng jiq shahar, eng jiq davlat Gollandiya. Sababi nima desa, 2009-yildagi namoyishni boshdan kechirib, yuragi qon bo'lgan Uyg'urlar eng oldi bilan eng ko'p kelgan shahar Amsterdam. Chunki aeroplanmi? Budan emas shu. Aeroplan Amsterdam aeroport eng chong aeroportlarning birisi dunyodagi. Shanxaydan uchgan aeroplan, Beijingdan uchgan aeroplan bevosita Amsterdamga uchishdi. Amsterdamda tushib qoldi, pasportini yutdi, ashar kelib qoldi. Shundan bu Uyg'urlarning Gollandiyaga yig'ilishi keyingi Uyg'urlarning Gollandiyaga kelishini keltirib chiqadi. Men 2011-yil Amerikadan qaytib vatanga borsam, Uyg'urlarning og'zida eng ko'p tilg'anadigan davlat Gollandiya ekandik. Hozirmi Gollandiya Uyg'urlar eng ko'p davlatning birisi, Yevropadagi eng ko'p davlat deyishki bo'ldi. Uyg'urlar ko'p endi. Ondan boshqa bu 2009-yildagi ko'ch Uyg'urlarni Turkiyaga bog'ladi. Chunki Turkiya Uyg'urlarga 2010-yili xatolashmasam birinchi aylargacha deyman. Kelgan Uyg'urlarning har qandig'iga puhrolik beramiz dedi. Bir odam Uyg'urligini isbotlay olsa, shu kishiga pasport, puhrolik beriladi dedi. Shuning bilan bu xabar Urumchiga o'qtak taqilib, har qaysi rayonlarga yeyilib, nurg'un Uyg'urlar Turkiyaga ko'chib keldi, puhro bo'ldi.
Ondan Amerika 10 yıllık vizini biraz kenara yumuşattı. Şunun bilan Uyg'urlar Amerikaga 5. yıl vaqasidan keyin turkumlab ko'chib kelishga boshladi. Mening 2017 yili 7 ay, yo'q, 9 ayda olgan ma'lumotimda 2017 yili 6 aygacha Xitoy chegarasidan chiqib ketgan Uyg'ur 87 ming ekan. Qanchadan qanchagacha? Pasport berilib, ya'ni pasport taqtildi. Xitoy pasport siyosatini yumshatdi. 2015 yili xatolashmasam 6 oylardan boshlab. Okey, 2015 6. Taki 2017 yili 6 oylarda pasportlarni bütün yig'ib olgan oraliqda chegaradan chiqib ketgan Uyg'ur 87 ming ekan. Buni ayni vaqtda shu eng oxirida jinni qutqizib kelgan bir biraz munosabatlari kuchli bo'lgan bir shaxsniki menga deb bergan gapi. Ondan men bu sonliq ma'lumotni teyit aniqlash uchun, jazmlash uchun Turkiyadagi munosabatli kishilar bilan ko'rishib baqqan. Turkiyada 2000 xatolashmasam 2017 yili şu 6. aylarda bo'lishi mumkin. Turkiyadan elektronlik viza olgan Uyg'ur 39 ming ekandiq. Elektronlik viza olgan Uyg'ur to'rdan. Endi mushbit olgan chaqda 2009 yildan keyingi bu do'lqinda ko'chgan Uyg'urlarning soni tarixdagi har qanday Uyg'urlarnikidan chiq. Masalan, nimada 1882 yili G'ulja tarafdan ko'chirilgan Uyg'urlarning soni 47 ming ekandiq. 1882 yili. Ondan bu 1949 yili kommunist istlasidan keyin qochgan Uyg'urlarning soni bu nimani olsak bu Kashmir oxir Turkiyaga, Saudiya Arabiston ko'chgan Uyg'urlarning soni. Ularning sonimi u qadar jiq emas. Ya'ni bu 100 ming yoki mandaq sonda emas. Bu amaliy aksicha 2009 yildan keyin ko'chgan Uyg'urlarning soni mening mo'lchirimda eng oz 150 ming odam ko'chib ketgan. Ya'ni har qaysi davlatlar ko'chgan Uyg'urlar, masalan men O'rta Osiyoni tekshirdim, Avstraliyani tekshirdim, Amerikani tekshirdim, Kanada, Vancouverlarni tekshirdim. Mening mo'lchirimda 2009 dan keyin chiqib ketgan Uyg'urning soni eng oz 150 ming atrofida. Uyg'ur ko'chib ketgan. Endi bu 2009 yildan keyin ko'ch muajirat Uyg'ur tarixidagi eng chong ko'ch hisoblandi. Endi bu ko'ch Uyg'urlarga nima olib keladi? Uyg'urlarning kelgusiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan narsa bizningki tadqiq qiladigan, o'ylashadigan, strategiya tuzadigan ishimiz. Abiyam degandek bir davlat ayni vaqtda ikki jumriyat qurdik deganlar jumriyatdan iborat ong, davlat qurishdan iborat bu fikr degan narsani faqat 9 odam o'tirib qo'ygan. Oxirida shu davlatni qanday qilsak, qanchalik tutsak qurib chiqdik. Endi bugun ya'ni 150 ming Uyg'ur dunyoning Amerika kuch yeyilib ketdi degan hisobni qilsak, bu 150 ming Uyg'urni Uyg'urning kelgusi Uyg'ur istiqbolidagi o'rni nima bo'ladi degan masala, biz o'ylashadigan masala, biz o'ylashgan mush masalalar oxirida reallikqa aylandi. Qaysi xil reallikqa aylanishi, ya'ni qanday amaliyotni keltirib chiqarishi yana o'zimizga bog'liq. Endi mening nazarimda bu qitimqi ko'ch Uyg'urlarni yangi bir mavjudlikqa ega qiladi deb qarayman. Lekin buning oldingi sharti bu. Chunki 1882 yili Uyg'urlar O'rta Osiyoga ko'chgan chaqda shuning ichida Uyg'urlarning hammasi saqlanib qolgan emas. Saqlanib qolmaganlarim bor.
saqlanıp qanmağanlar qandaq kişiler dese, o çağda o Uygurlarınki bir çoğun kapitalisti bolgan, bir bay bolgan. Veli Bay Yoldaşov degen. Veli Bay degen bay. Bu ayni vaqtda Çorosiya əməldarları bilan oturub qopalaydigan bir Uygur bolgan. Bir aşı vaqtda bir Rusның bir nimesi var, bir qısqıç bir hikaye var. Bu Velixan Bay nimede oturduğun gep bu Veli Bay o nimede bir Çorosiyanınki Dövlet Dumasıda qabul qilingan gep. Qabul qilingan ekan bu yerga bir yig'in asnosida. Buningga Çin Sulasining amaldorlari taklif qilindi. Çin imperiyasininki. Lekin Veli Bayninki o'ttagan o'rni Çin Sulasi amaldorining bir imperiyaning amaldori o'ttagan o'rindan yuqori o'rinda. Yani itibarlı o'rinda. Şunun bilan bu xotirini bu nima shuni qoldirdi. Çin Sulasi amaldori, Manju amaldori shu xotirini qoldirdi. Ma bizning qo'limizdan qichib ketgan chantolar Çarpanchaning ordusida bizni yuqormaqanda o'tiribdi deb bir hasad bilan bir narsani qoldirdi. Endi biz nima uchun bu Veli Bay Yo'ldoshovni tilga olamiz? Veli Bay degan bayni tilga olamiz desa, bu bay shu vaqtdagi Uyg'urlarningki tarilib ketmay, chekilib ketmay bir mahalla, bir shahar qurishida halqiliq rol o'ynagan. Ya'ni bugungi Yarkent shahrini Veli Bay Yo'ldoshev degan odam loyil deb qurib chiqqan. Eli daryosiga tunji qitim Angliyadan paraxod setib olib, paraxod saqan bu bay. Endi buni bugun keltirib kelaylik. Bugungi Uyg'urlarningki mavjudligidimi, mavjud bo'lib tura olishidimi, saqlanib qolishidimi, mushundaq bir kapitalning roli bor. Ya'ni bu yerda Uyg'ur baylarningki selibatgan binolari, echibatgan oshxonalari, quribatgan zavodlari Uyg'urlarning mavjudligida halqiliq rol o'ynaydi. Shu pul, shu iqtisod bo'lmasa, masalan, bir Uyg'ur oshxona ochsa, uning ichiga Uyg'urlarningki madaniyatni aks ettiradigan buyumlarni tizidi. Eng oddiysi. Atlas, doppa, ravab, tambur degan narsani tizidi. Bu tizilgan chaqda nima gap chiqadi desa, Uyg'ur madaniyati tovarga aylandi. Uni yasaydigan odam bo'ladi. Xo'sh, ikkinchi masala. Uyg'urlar oshxona ochgan chaqda xaridor jalb qilish uchun dutta tamburchini kelib chog'zidi. Shuning bilan u yerda dutta tambur chaldiganlar iqtisod qilishidi, pul qilishidi, maosh qilishidi, u chaldigan bir kasbga aylandi. Uchinchisi, Uyg'urlar shu oshxonaga yig'iladi. Oyda bir qatim tomoq yeb. Shu banada Uyg'urlarning bir jamoati shakllandi. Endi birinchi qatim Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qolishda Uyg'ur boylari muhim rol o'ynagan bo'lsa, bundan keyinmi Uyg'urlarning muajiratda mavjudligini saqlab qolishida Uyg'ur boylari muhim o'rin turdi. Ularning kapitalni jo'g'lab, egrik barpo qilib, Uyg'ur madaniyatini tovarga aylantirishi, Uyg'urning nomini texmi kengri yeyilishiga, Uyg'urlarning bir jamoat shakllantirishiga asos soladi. Bu oxirida Uyg'ur tilining mavjudligini qo'g'dab qoladi. Bu birisi. İkincisi, bir chet ellarda Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qolishda ulgu yaratgan bir jamoat bor. U bo'lsa-mu Adelaide Uyg'ur jamoati. Adelaide'dagi Uyg'ur jamoati Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qolishda nihoyatda muhim rol o'ynagan bir jamoat. Men ikki qatim bordim, dunyoda men vatandan qolsa Qozog'istondagi bizning Panjim, Yarkent degan shaharlarimizdan qolsa bag'im keldigan yer Adelaide shahri. Chunki u yerda Uyg'urlar o'zining madaniyatini yaxshi saqlab qolgan. Endi bu saqlab qolishdagi omil nima desa, bular bir usul qo'llangan. Ya'ni Uyg'urlar qizlarga yigitni vatanini olib kelgan. O'g'illarga qizchaqni vatanini olib kelgan. Hergizmi Avstraliyada tug'ilgan ikki bolaning to'yini qilib qo'yishdan saqlangan. Bular shu orqali Uyg'ur tilini hayot tutgan,
Uyg'urlarning vatan bilan aloqasini hayot tutib turgan Uyg'urlarning mavjudligini davomlashtirishda muhim rol o'ynagan. Endi bu ishni, bu tajribani hozir chet ellarda qilg'ili bo'lamdi, bo'ladi. Masalan, biz Amerikada yashaymiz, Kanadada yashaymiz, Germaniyada yashaymiz. Endi biz agar Uyg'ur mavjudligini saqlab qolamiz desak, dal adolatik Uyg'urlar qo'llangan usulni qo'llansak bo'ldi. Qanday qo'llansak bo'ldi? Bizning Qozog'istonda Uyg'ur yezisi, Uyg'ur mahallasi, Uyg'ur maktabi, Uyg'ur shahri bor. Albatta biz kelin, kuyovg'ullik bo'lgan chog'da biz tanlashni o'sha yerdan tanlasak bo'ladi. Bu bizning mavjudligimizda birisi muhim rol o'ynaydi. Ikkinchisi siyosiy sabablar tufaylidan bir-biridan ayrilib ketgan ikki Uyg'ur jamoatini bir-biriga uchrashtirdi. Bir-biriga birlashtirdi. Bu birlashish amaliyotda amalga oshirliq, lekin buni texmo kuchlantirish, Uyg'urlarning g'arb ellardagi mavjudligini saqlab qolish uchun Uyg'urlar ayni vaqtdagi adolatik Uyg'urlar qo'llangan usul bo'yicha kuyovg'ul vakilinni cho'qim Uyg'urlarning an'anaviy tuproqlari ve Uyg'urlarning an'anasini mukammal saqlab kelgan Qozog'iston Uyg'urlardan elishga yuzlansa, bu Uyg'ur mavjudligini saqlab qolishda buning ahamiyati bo'ldi. Endi uchinchisi nima desa? Uchinchisi bu O'rta Osiyo, Qozog'iston Uyg'urlarining saqlanib qolishida muhim rol o'ynagan yana bir omil bor. U omil deb aytsa mashrab. Bu mashrab omili ayni vaqtda O'rta Osiyo, ya'ni Qozog'iston Uyg'urlarining saqlanib qolishida muhim rol o'ynagandan boshqa bizning ikkinchi jumhuriyatning g'alaba qilishida muhim rol o'ynagan. Ya'ni insonlarni tashkillash uchun yigit peshinda izlasam bo'ladi. Yigit peshinda qo'pib, menlar hamiz manda inqilob bor desa, u xalq asli bir tashkilotning ichida. Mashrab Uyg'urlarning an'anaviy tashkiloti ham an'anaviy davlati. Endi to'g'ri, Qozog'istonda Uyg'urlarning davlati bo'lmagan. Lekin mashrabdan iborat bir ma'naviy davlati bo'lgan. Bir qurilma bo'lgan. Bu qurilma Uyg'urlar mukammal saqlab kelgan. Endi chet ellarda Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qolishda muhim omilning yana birisi mashrab. Uyg'urlar cho'qim mashrab an'anasini saqlashi kerak. Mashrab an'anasi saqlansa, buning ichida mashrab amaliyotda Uyg'urlarning bir davlati. Buning da üç huquq bor. Ya'ni qozi bor. Qozi deganimiz sotchi. Ya'ni sotchi bor. Yigit peshi bor. Yigit peshi degani prezident shu. Pashshab bor. Pashshab degani soqchi. Demak, bu yerda G'arbning davlat tuzilmasidagi ma'muriyat, ondan sud, adliya, ondan parlament. Hammasi mukammal bor. Demak, biz mashrabni saqlab qolsak, garchi davlatimizni hozir, ata, o'gun yoki bugun asli keltirmagan bilan bir davlat qurilmasini saqlab qolgan bo'lamiz. Bu qurilmani oxirida har qanday sharoit bo'lishidan qat'iy nazar shu tez suratda vatanda amalga oshirg'ili bo'ldi. Biz tashkillangan chog'da Uyg'ur, yolg'iz chog'da Ahmadjon Abduvali biz mashrabning ichida turgan chog'da Uyg'ur. Mashrabimiz bo'lmasa, bir hamkorligimiz bo'lmasa, bir o'rtaq uyimiz bo'lmasa, biz hammamiz bu jamiyatdagi Jason yoki Robertdan farqimiz yo'q hammamizningki. Shunga mushundaq bir o'rtaq qurilmani saqlab qolish Uyg'urlarning kelgusidagi mavjudligini saqlab qolishda muhim o'rin turadi. Endi O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning shu mashrab an'anasi Uyg'urlar ko'chgandan keyin, masalan, Uyg'urlar u yerda bir fojia bo'ldi. Alto fojiasi degan fojiasi. Ya'ni Qizil armiya Uyg'urlarni isyonchi deb o'qitdi, qirdi. Qirgandan keyin bu Uyg'urlar o'zining ona vataniga qaytib keldi. Endi qaytib kelgan odam tashkillik qaytib keldi. Chunki mashribi bor ularningki, yigit peshi bor. Agar shu ular tashkillik qaytib kelmay, chechilib ketgan bo'lsa ham bo'ladi. O'rta Osiyo chechilib ketadi. Chechilib ketsa ham bo'ladi, yo'qib ketadi. Shunga
Uyg'urlarning davomli tashkiliy holati turishi g'albining asosi, ulteshi. Chunki biz davlatimizda yashayotgandek bo'lamiz. Bir ma'naviy davlat yashayotgandek bo'lamiz, mashribimiz hayotlan bo'lsa. Shunga uchinchi bir omil dal davlatning uli asosi ulteshi bo'lgan mashrab an'anasini davomlashtirish. Mushu an'ana davomlashtirilsa, unda Uyg'ur mavjudligining davomlanishiga Uyg'ur davlatiningki uliga asos solgan bo'lamiz. Endi mushu uch omil Uyg'urlarningki muhojiratining, ko'chmanligining, surgunligining muvaffaqiyatli bo'lish bo'lmasligini belgilaydigan omil. Hozir endi mushu yerda gapingizni to'xtatib, men siz yakunlagan mushu uch omilni siz bilan so'zlashmoqchi, paranglashmoqchi. Siz mani agar ekraningiz cho'ngaroq bo'lsa, o'qib javob bergan bo'lsangiz bu savolga, Abduveli. Qanday qilaylik aka? Fatima o'xshaydi bu. Telefonli qilsa bo'ldi. Siz telefon qilsin. Aha. Ha, telefon qilsin sizga. Chunki mening ko'zim yaxshi emas, men o'qiy olmayman uni. Mendan qilib boqay. Ayollarning burnini aralashtirmaydigan erlar mashribi bizning Oğuzxon otimiz qurgan er ayolning birligi bo'lgan davlatimizning asli qurilmasiga qarshi oxiri chiqmabdi, nima qarshi ish endi. Bundaq buni nayt yaxshi. Men mushunda bo'lishni yaxshi ko'raman. Qarshi fikr, tanqid bo'lsa yaxshi bo'ldi. Mashrab hech qachon erlarning mashribi bo'lgan emas. Faqat mashrabda, chunki biz inson bo'lish ustimizda davomli rol olib yashaymiz. Uyda dada, sirtda xizmatchi, jamiyat puhra. To'g'ri, mashrab so'rinda yigit beshi ayollardan bo'lmagan. Bunga men apu so'rayman. Bundan keyin bo'lg'ay. Ikkinchisi qozim ayollardan bo'lmagan. Bunga apu so'rayman. Unda bo'lmag'ay. Lekin bu ayollarningki u yerda o'rni faqat yo'qligini darak bermaydi. Faqat rol o'xshamaydi. Ularni qatnashidi. Lekin hamda asosiy rolni bo'lanmabdi. Bundan keyin ayollar mashrab qilib mashrab qilinglar yoki erlar bilan tang mashrab qilamiz desanglar, shuni qamlashtira olsanglar, qilsanglar bo'ldi. Men buningga qo'sh qo'llab qo'llayman, chunki bizning hammamiz onaning bolasi. Vatanni shunga ona deymiz. Vatan bizning onamiz. Shunga onalarning mashrab qilishini va onalarning mashrabda asos rol o'ynashini albatta qarshi olamiz. Lekin tarixiy paket faqat tarixdagi dalillarga tayinadi. Men yo'q narsani bor deb qo'ysam, yolg'onchilik bo'ldi. Mening axloqimga bu uyg'un bo'lmaydi. Lekin men qarshi olaman. Albatta. Bundan keyin bo'lsin. Endi opam bir gapni dedim men. Mushu Uyg'urlarning siyosiy g'oyasini o'tirib qo'ygan 9 odamning 7si ayoldi ayni vaqtda. Voy, ikkisi ayoldi. Shu chog'da shu 9 kishi qurgan Uyg'ur jamiyati degan tashkilotning siyosiy g'oyasida ikki mavzu ayollar bilan munosabatlikdi. Ikki tema. Ya'ni ikki modda ayollar bilan munosabatlik. Uning nima desa, ayollarni kuchlantirish, ayollarning jamiyatdagi rolini quvvatlantirish bo'lgan. Shunga ayliqda bizning bu siyosiy g'oyani o'tirib qo'ygan doirlarimiz hech qachon ayollarsiz Uyg'ur davlatini tasavvur qilmagan, ayollarsiz Uyg'ur jamiyati tasavvur qilmagan. Atoyitim shu ikki moddan ayollar atganligi Uyg'urlarning siyosiy g'oyasi tug'ilgan chog'dalar ayollar masalasini muhim o'rin qo'yganligini ko'rib olib bo'ldim shunday.
Endi siz o'ttirib qo'ygan yakunlagan 3 omil shu muhojiratdagi Uyg'urlarninki mavjudligiga munosabatlik. Uni siz agar xatolashmasam, birinchisiga shu iqtisod va iqtisodiy qurilmalarni, uningda masalan misolni siz nimalarni berdingiz? Restoran, oshxonalarni. Uningdan boshqa ikkinchisida siz bu nikoh ishlarini bizningki Uyg'urlarninki masalan va buningda er ayol qiz o'g'ilninki nikohlashgan qiz o'g'ilninki biri vatandan yoki O'rta Osiyodan, biri G'arbdan degandek shunday shaklda bo'lish. Uchinchisidan mashrabni ko'rsatdingiz. Shu uchinchisi mavjudlikninki yig'ib aytgan vaqtida iqtisodiy va kulturel yoki madaniy bir mavjudlikni ko'rsatdi. Uningdan ortiqni ko'rsatmaydi. Hatto mashrabning o'zimi ayni vaqtida g'ulja qo'zg'olonida yoki g'ulja namoyishida, g'ulja voqeasida qo'shbashning ichida, chunki buni siz bilan paranglashmoqchi men birozdan keyin turtkilik rol o'ynaydi degan taqdirdami, yana u oxirida madaniy yoki kulturel bir ramkadan ortiq narsa bo'lolmaydi. Shunga siz eskartgan bu mavjudlik, muhojiratdagi Uyg'urlarning mavjudligida ularninki siyosiy tarafi, siyosiy omil asosan g'oyib. Albatta siz dastlabki ko'chko'chlarda masalan birinchi va ikkinchi jumhuriyatimizning qurilishida cho'ng sabab bo'lganligini, rol o'ynaganligini eskartgan bo'lsangizmi, lekin uningdan keyingi ko'chlarga kelgan vaqtida masalan ikkinchi siz eskartgan va uchinchi ko'chda asosan madaniy ramka ichida bo'ldi so'zlaringiz. Shundoq bo'lgan vaqtida bizningki masalan bo'libmi ikkinchi ko'chdan keyin siz eskartgan ikkinchi ko'chdan keyin yoki muhojiratdagi ikkinchi turkum Uyg'urlarni vatan sirtida ko'z tutsak, menimcha ularning eng oxirgi birligi, eng oxirgi o'rtakligi, birligi shundaqla uning siyosiy tarafini o'z ichiga olgan birligi bo'lgan. Masalan 1992 yildagi Istanbulda qurilgan Sharq Turkiston Milliy Qurultayi. Masalan, shu qurultay, bu qurultayda butun dunyodagi tashkilotlar va jamoat arboblari, masalan kurashchilar va ziyolilar va har qatlamdagi Uyg'ur jamiyatininki muhojirat Uyg'ur jamiyatining har qatlamdagilari qatnashgan bir cho'ng qurultay va shundaqla bu qurultay milliy qurultay degan nom bilan butun muhojiratdagi Uyg'urlarninki mundaq chiqib aytgan vaqtida milliy borligini, milliy mavjudligini haqiqiy yo'sinda aks ettirgan va saqlab qolgan bir qurilma deb qarashga bo'ladi menimcha. Sizningcha shundaq mavjudlik asosli o'rinda turamdi muhojiratdagi Uyg'urlarda yoki bo'lmasa siz eskartgandek shu kulturel ya'ni madaniy ramka ichidagi shundaq bir mavjudlik va birlik asosida yanada bizningki davlatni asliga keltirishdan iborat
milliy nishonimiz mushu siz eskartgan ramkalarning ichidami amalga ish ehtimoli yuqori bo'lamdi. Nihat yaxshi savol bo'ldi bu. Bu yerda nima desangiz, men hamma odam qila oladigan ishni chunki bu yerda Uyg'urlarning mavjudligi degan chog'da hamma Uyg'urlarga xitob qilib, hamma Uyg'urlar qila oladigan ishni dedim oldi bilan. Masalan, bir Uyg'ur tashkilot qurib vatan da'vosi qilmasligi mumkin. Lekin u cho'qim bir shirkat qurib, bir Uyg'urni ish qilib, Uyg'urlardagi madaniyatni tovarga aylantirib, Uyg'ur madaniyati orqali Uyg'urlarning kimligini qo'g'dab qilishi mumkin. Bu qiyg'ini bo'ladigan, hammadan qila oladigan ish bu birisi. Ikkinchisi, bolasining kimlar bilan to'y qilishi degan masalami hamma odam qila oladigan ish. Uchinchisi, bir mashrab qurib, vatan hasratini, vatan sevginchini besishmi, bu hamma odam qila oladigan ish. Men Uyg'urlarning hammasi qilib bu birliqi. Chunki bizning temamiz oxirida bu muajirat, bu ko'chkunlik oxirida mavjudlikni saqlab qolishda qandoq o'rinda degandan keyin biz buning bir javob berdik emasmi? Bu javobda men hamma odam qila oladigan ishni dedim. Endi Okey. Ondan sonra Mişel sizni to'xtatib men yana so'ray. Savolimni birinchidan siz eskartgan shu madaniyatimizni tovarlashtirish orqali masalan davoyimizni yoki bo'lmasa bizningki milliy mavjudligimizni namoyon qilish. Agar siz degan shu tarafdan biz vatan sirtidagi restoranlarimizni kuzatsak, alaylik Kanadani alayman. Chunki men musha yashayapman va mushadagi Uyg'ur restoranlarni bilaman ham. Bu vaqtda so'zlash fursati bo'ldi menga va bu tajriba. Bir gap. Men mening deganim bir misol. Bu restoranni ko'rsatmayman, restoranni gapini demayapman. Bir misol. Masalan, ayni vaqtda Velibay bir shirkat, bir cho'ng yizigilik shirkat qurib, ondan Uyg'urlarni bir yerga kelib, bir shahar qurib saqlab qolgan dedim-ku. Bu yerda ma gap iziq gapmisan. Restoran masalasi emas. Nima bo'lsa bo'ldi. Dehqonchilik firmasi bo'lsin bo'ldi. To'shimchilik shirkati bo'lsin bo'ldi. Zodi bir iqtisod orqali Uyg'urlarningki o'rtaq hamkorlashib bir ish qila oladigan bir nimasini shakllantirish. Ya'ni bu yerda oxir gap andanliqi konkretlashib ketib qoldi. Bu gapdan chiqib olamaymiz biz. Menimcha bu yerda bir iqtisodiy qurilma deyli. Ashat tog'ilishidi bu gap. Endi ikkinchisi masalasiga kelgancha men buni nima uchun bu ishmasini o'tirib qo'ydim desa, bu hammadan qila oladigan ish. İkincisi nima desangiz, masalan, yo'q, men sizni angladim, tushunyapman, nima demoqchi bo'lganingizni. Albatta men shu iqtisodiy qurilma, har qanday bir iqtisodiy qurilmada, masalan, Uyg'urlarni bir yerga akilish degandek shunday bir ko'rishni da'vatsiz, lekin bu yerdagi masala ya'ni nima deymiz? Hatta Türkiye'de jiq bo'lgan bunday ishlar, Turkiyadami batdi, Saudiyadami batdi, masalan, bir yerga akiladi bo'ladi. Ba'zi karxonchilar bizniki Uyg'urlarniki jiq ishchilarni bir yerga akagan, Uyg'urlarni bir yerga akagan, lekin bu bir yerga akilish ularning milliy mavjudligini saqlab qolish maqsad qilingan birlik bo'lmaydi oxirida. U yana shu ilgilik tiklik uchunki iqtisodiy manfaatini asos qilgan asosida bo'ladigan bir harakatga aylanib qoladi, bir ishga aylanib qoladi. Shunga biz bu yerda bir tashabbusni o'tirib qo'ydik. Lekin bu tashabbusni
qandaq Lekin bu- unum berdiganligini uni biz kontrol qilolmaymiz. Masalan, buning hammasi manda bo'lsa, manda bo'lsa yaxshi bo'ldi. Ashunda bo'lsa yomon bo'lishi mumkin. Yo'q, lekin mushu tashabbusni men shaxsan mushu tashabbusni ya'ni mundaq bo'lsa yoki mundaq bo'lishi mumkin, lekin degan masalada emas. Siz deyotgan mushu uchinchi tashabbusninki men Uyg'urlarning milliy mavjudligini saqlab qilishda qanchalik rol o'ynay oladiganligi haqida o'ylanyapman. Siz bilan o'ylashyapman bu masalani. Masalan, ikkinchi masalaga kelaylik. Yine texmi aydınlaştırış için meseleni. Masalan, özara nikahlaşış, masalan, vatan sırtındaki bir jigitninki, vatandaki bir kızını bilen nikahlaşıp, onu müşahit düşürüp ekiliş, masalan, ya olmasa onun aksi şekilde desek mi? Bunun da mening bilishimda, mening şahsen bilishimda mushundaq hareketlarda Xitoy xavfsizlik organlarining aralashish masalalari ko'proq yuz bergan. Bu Xitoy mustamlakachil hokimiyatiningki vatan sirtidagi Uyg'urlarning orasiga vatandan mushu Xitoyninki meni yuyish va shundaqla Xitoyning Uyg'urlarni bir oz sonliq millat shaklida tarbiyalash natijasidan barliqqa kelgan Uyg'urlarninki vatan sirtidagi Uyg'urlarning orasiga mushundaq singib kirish va mushundaq nikahlashish shakli orqali vatan sirtida elib berilayotgan bizningki milliy hareketlerimizninki kontrolligini ve yoki onun yönelişini buraş ve yoki onu xunuklaştırışdak mushundaq bir siyasi g'oyalarning o'rinlashishdagi bir vositalar ekanligi haqida mening ozroq ma'lumotlarim bor bu vaqtda. Masalan, shunga sizning bu teşebbüsümüz sizningcha vatan sirtidan vatan ichida nikahlaşıp mushundaq shaklda birlashish faqat bizga nimani saqlab beraydi sizningcha tilnimi, madaniyatimizmi yoki nimani saqlab yoki milliy mavjudligimiznimi? Masalan, vatandagi hozirgi Uyg'urlar asosan ko'pinchisi milliy, ya'ni bizning millatimizning haqiqiy sarxillari asosan jamiyatda yo'q, ular turmadi. Lekin jamiyat tikillari shollanib qolib qolganlarda hozir, ya'ni Xitoy mustamlakachil hokimiyatiningki okey degan, bo'ladi degan belgisi urilganlar. Bular endi vatan sirtiga chiqsa maqsadlik chiqariladi. Xitoy mustamlakachil hokimiyati tarafidan maqsadlik chiqariladi. Hatto men atrofimdami mushundaq ishlarning yuz berganligiga shohid yashayapman. Va meningki biladigan odamlarimning bolalari burun qanchalik vatanparvar harakatlarni qilib bir xil inqilobchi, kurashchi shaklda ko'ringan bo'lsa, shu yosh bolalar vatandagilar bilan vatandan nikohlashib, to'y qilib, bu yerga ko'chirib akilib, vatan sirtida birga uy tutgan vaqtida butunlay uning aksi bo'lib ketgan. Hatto bu aksilik qandoq ifodalandi, qandoq namoyon bo'ldi desamiz, diniy shaklda. Ya'ni bizningki bu yoshlarimiz endi bizning milliy mavjudlik hareketlerimizni qayirib qo'yib, bizning diniy islomiy mavjudligimizni
asası orunga koyup hazır bizning bu balalarımız Koçbaşı'nın işideki inkılapçı ve küreşçi ata-analarını ulanın dinsizlik bilen akide ve imanının acizliği bilen karılaydıgan ahvallara yetip geldi. Mesela bu siz devatkan muşu teşebbüsta tolumu siz ve men kütken ve halıgan neticelerinin tüpten aksini bir alıdığan işler yüz verir demekti. Bu ikincisi mesela. Üçüncüsü meşreptek muşundaq bir siz meşrepke tolumu çoğun bir orun verdiniz. Yani o bir xil devlet şeklini alıdı degan ma'noda. Lekin meşrep mu? Hazırki bizniki vatan sırtidaki muhaciretdeki Uygurlarning dini, İslami kimligini ve mevcutluğunu küçeytadigan birden bir kurulmalarga aylanıp kalıvatıdı. Hatta bu yana bizning milliy mevcutluğumuzni acizlaştıradigan, boykot qiladigan, hatta onu dini İslami birlikimizning qarama qarshi qilib qo'yadigan mushundaq ahvollarni keltirib chiqaryapti. Meşrep degan mushu qurilma. Şuna mushu kichkinasini elib aytgan vaqtimizda siz o'ttirib qo'ygan tashabbuslarninki kichkinasi siz ve men ve ko'rarmanlar hozir umid qilgan, ya'ni mavjud muajiratdagi Uygurlarning mevcutluğunu saqlab qilishida biz kutgan ve ümit qilgan natijalarning aksini beriyotgan ve beradigan mundaq omillar ekanligi o'ttirib chiqmoqda. Mushunga qanday qaraysiz? Men odatda degan gaplarimdan bunda bir nimasini qilaman. Birisi tarixiy asosi. Masalan men dedim bu abayaligi bir Uyg'urlarning iqtisodiy jihatdagi qurimlarni qurib chiqishi Uyg'ur mavjudligida muhim o'rin tutadi degan chog'da Veliboy Yo'ldashevni tilga oldim. Ondan ikkinchisi Uyg'urlarning shu vatandan kuyovul yoki kelin taklif qilish ishininki muhimligini tilga olgan chog'imda buningga reallikdan misol berdim. Buningga Adelaide'dagi Uyg'urlarni misol berdim. Ondan bu meşrepni olgan chog'dami tarixdan va reallikdan misol berdim. Mening qila oladigan ishim reallikni kuzatish, reallikning tarixdagi izlarini bayqash va shuning asosan mundaroq qilsak bo'ldi-ekan degan tashabbusni o'ttirib qo'yish. Endi bu ijro qilish jarayonida masalalar kelib chiqqanda albatta kelib chiqadi. Çatak chiqamdi, chiqadi albatta. Biz uni qanday qilamiz? O'ngshaymiz. Eng chataqiri plansizlik. Eng chataqiri nima qilishni bilmay hech chiqmaslik. Hech chiqmaslik chataqning eng chataqi. Ya'ni hech chiqmaslikda nima bor desa, hech chiqmaslikda yo'qolishga bo'lgan rozilik bor. Lekin reallikdagi bu mahrumlikqa bo'lgan taslimiyat bor. Hech bo'lmagan chaqda bo'lmaydi deganning o'rniga bo'ladi deb turish baqsak, shuning ichidan 10 ni qilsak, birisi bo'lib qoladi. Siz o'tirib qo'yayotgan bu loyihalarninki yoki bu tashabbuslarning, bu planlarninki hozir men biraz burun eslatganga o'xshashlar bu faqat kültürel yani medeni bir kurulmalar bulalaydı. Onundan artık bulanmaydı. Ondaq iken
Bundaq ekan, bu yana bizning temamiz bo'lgan muajiratdagi Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qolish. Degan mushu temada cho'ng rol o'ynayolmaydi, chunki bizning bu yerda deyotgan mavjudlik Uyg'urlarning mavjudligi u cho'qim ularning milliy mavjudligi bo'lishi kerak. Milliy mavjudlik degan vaqtida u faqat madaniy yoki ijtimoiy mavjudliklar emas, u uningdanmi ortiq bo'lgan bir millatning mavjud bo'lib turmasligiga munosabatli bo'lgan uning siyosiy taqdiriga munosabatli bo'ladi. Shundoq bo'lgan ekan, bu mavjudlikda siz hozir dedingiz bir ish qilish kerak, ish qilmagandan yaxshi deb. Lekin men sizga bir misolni berdim. 1992-yildagi Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayi menimcha bu Uyg'urlarning, muajiratdagi Uyg'urlarning eng yorqin, eng yuksak, eng sog'lom va samimiy bo'lgan milliy mavjudligining namoyandasi edi. Demak, Uyg'urlar buni muajiratda qila olibdi va bu shaklda, mana shunday yorqin shaklda qilibdi. Ahmad aka, bunda dunyoda bir narsa davomli bir-biriga qarama-qarshi bo'lmaydi. Masalan, biz Uyg'ur bo'lib saqlanib, masalan, eng oddiy bunda olaylik. Dünya Uyghur Qurultayı Myunxenda ishxona oldi. U ishxonaga xatolaşmasam 2.700.000 euro pul ketdi. Endi o pulni berganning hammasi siyosiy aktivlar emas. Hammasi vatan deb namoyish qilib ko'chaga chiqadigan odamlar emas. Buni Uyg'urlar oshxona ichib, taksi haydab, idoralarda ishlab, shirkatlarda xodim bo'lib ishlab mushtaq qilib berdi. Endi Uyg'ur tilida bunda bir gap bor. Osh boyada qozon bor deb. Uyg'urlarning madaniyat mavjudligi bo'lsin, siyosiy mavjudligi bo'lsin, milliy mavjudligi bo'lsin, bu hech qachon bir-biriga zid emas. Oldi bilan Uyg'ur bo'lsin. Uyg'urli bo'lsin. Qandaq bo'lganda Uyg'ur bo'ladi. Qandaq bo'lganda Uyg'ur bo'ladi. Qarang, Ahmad aka, ma gapni oling. Avlam adam bo'lsin, Uyg'ur bo'lsin, ondan uningdan davlatning qo'g'ili bo'ldi. Nima qilsa qilg'ili bo'ldi. Lekin ma inson yo'qolib ketsa, Abdulay efendi, men nima konkret gap qilaylik. Oldi bilan Uyg'ur bo'lsin degan vaqtingizda qandaq bo'lganda Uyg'ur bo'ladi. Mushni aniqlab aytmasangiz, gapingiz tushuniksiz bo'lib qoladi. Qandaq bo'lganda Uyg'ur bo'ladi. Munda. Men gapning oxirini aytay, ya. Tabiiy mayliqqa nimada bir gapni dedingiz, vatandan kelin ya kuyovli chiqsa, Xitoy bexatarlik organlari aralashib degandek gaplar. Sizlar gapning yermini esingizda saqlabsiz, yermini unutib qolibsiz. Emniyatda vatandan qiz yoki kuyovli yoki kelin chiqish degan biroz reallikka uyg'un bo'lmagan bir gap. Shu men dedim, O'rta Osiyodan dedim. O'rta Osiyodan, Qozog'istondan dedim. Men reallikka uyg'un bo'lmagan gapni qilmayman. Mening izchil alohidligim, men bak amaliyotchi odam. Chunki men tekshirib ondan gap qilaman. Statistika qilib ondan gap qilaman. Shunga men O'rta Osiyoni tekshirganligim uchun, Adelaide, Avstraliyani tekshirganligim uchun, Amerika, Kanadani tekshirganligim uchun, shuning asosan ham mandaroq bo'lsa, mandaroq bo'ldikin degan da'vatman. Shu bu yerda bir gap xato bo'lib qoldi. Eliqi men vatandanlam demedim bu yerda. Vatandan demedim, vatandan yo'li itildi. Endi O'rta Osiyodan Uyg'urlarni chiqsaq, ikki Uyg'ur jamoatining birlashishi, Uyg'ur kimligininki bir butunlashiga hassi bo'ladi. Undan boshqa deganim dedim, siz meni unutib qoldingiz. Bu birsi. Okey. Ikkinchi masala. Bu so'rayman. Ikkinchi masala. Men yana qayta desam, men u yerda hamma Uyg'ur qila oladigan ishni dedim. Yo'q, men savolimga javob beraman. Faqat qurultay qilmaydi. Savolimga javob bering. Qandaq bo'lganda Uyg'ur bo'lamiz. Bu Uyg'ur bo'ladi. Odam qandaq bo'lganda Uyg'ur bo'ladi. Sizda Uyg'ur so'zlasa, ondan Uyg'urning g'amini qilib shunda kasildab o'tasa, onda Uyg'ur bo'ladi. Qandaq ham u.
Uygur'un Milletning, gemi her vatanning xil g'ami. bo'ladi. Ha? Vatanning, millatning g'ami. Vatanning, millatning g'ami. Okey. Davomlashtiring. Tugidi mening gapim. Savolingizni so'rang. Okey. Ben yine şu sualını sorayım ben sizden. Birleşiş, birlik. Siz hatta bana bergen şu Abdülhalik Uygur'unki açıl degan şiirdeki aşı bir kopletdi mu? Muşu birlik meselesi köp ta'kidlangan. Muşu birlik qaysi asosdagi birlik bo'lishi kerak? Qanday shakldagi birlik bo'lishi kerak? Chunki birlik degan so'zni Uyg'urlar har xil tushunadi. Har xil tushunadi birlikni. Lekin siz bu yerda ta'kidlayotgan bo'libmi shu Abdülhalik Uyg'urning she'ridagi shu bir kupletdagi birlik. Mushu birlikka bo'lgan ko'rishingiz, sizning ko'rishingizni men va ko'rarmanlarning bilgisi bor, ko'rgisi bor. Shunga mushu birlik haqida bizga ozroq so'zlab bersangiz. Ha bo'ldi, Abdülhalik Uyg'urning o she'ri Açıl degan she'rdan olingan. Ya'ni o misra Açıl degan yani o kuplet Açıl degan she'rdan olingan. Bu Açıl degan she'r bizning 31-yil boshlangan milliy ozodlik harakatimizningki armiya marşı. Mening rahmatlik Qodir Shamsiddin cho'ng bovam va G'ofur Qodir bovam mush naqshini o'qigan. Qodir Shamsiddin mush naqshini o'qib, Urumchi turmasida jindan ayrilgan. Shunga men bu naqshini yaxshi ko'raman. Shunga bu naqshidan bir kupletni qo'ydim. Ham nima uchun buni qo'ydim desa, millat oldi bilan insonningki bu hozirgi dunyoga, zamonaviylikqa, ya'ni zamonaviy dunyoga qo'yib o'zini milliy davlatlarni barliq keltirgan chog'da burun insonlar bu milliy degan narsa amaliyotda endi biz deymiz, lekin o kadar küçük bo'lmagan. Milliy anglarning shakllanishi milliy davlatlarni barpo qilish ehtiyojidan bo'lgan. Uyg'urlardagi shu 1919-yil 2-fevralda Uyg'ur jamiyatining qurilishi shu bir milliy davlat qurish ehtiyoji sababidan qurilgan. Endi mening bu yerda davatgan birlikim nima desa, biz inson bo'lish ustimizda, ya'ni yakki bo'lish ustimizda biz faqat yakka. Millat degan narsa shu kishilarningki, ya'ni o'rtaq bir tilda so'zlaydigan, o'rtaq bir jug'rofiyaga muhabbat bog'lagan, o'rtaq bir tuproqda yashaydigan, yoki shunda tuproqda yashashni orzu qiladigan kishilarning birligi bo'lganligi uchun bu birliksiz ya'ni bir milliy birliksiz bir milliy davlatning qurilishi mumkin emas. Abdülhalik Uyg'urning da'vatini meningcha, endi Abdülhalik Uyg'urga men manda demoqchi desam to'g'ri bo'lmaydi. Abdülhalik Uyg'ur she'r to'p ketdi. Abdülhalik Uyg'urning da'vatgan birligi mush bo'lishi mumkin. Chunki buning oldida nima bor desa, qo'rqinchingdan zolim aviyat tosh bor. Ya'ni bu yerdagi tosh Xitoyni ko'rsatdi. Ya'ni tajovuzchilarni ko'rsatdi. Tajovuzchilarning qo'rqinchi sababidan biz qumda chechilib ketdik deydi. Endi Xitoyning shu vaqtchi Uyg'urlarni mustamlika qilib qo'llangan eng usullar ichida eng g'alaba qilgan usul qo'rqitish usuli. Qo'rqitish. Masalan, men 2015-yil Qog'iliqqa borsam, shu yerda bir jamoat arbob bir gapni deb bergan. Shu 1930-yillarda Qog'iliq degan yerda o'shik askar bor ekanda, Xitoy askar, o'shik askar.
Qağılıq Uyg'urlarning cho'ng naisining birsi 30-yillarda shu qağılıqni o'sh Xitoy askar so'rabdi ekan. Shunga bu yerda ya'ni ondan yana bir qiziqarli ish bor. Amaliyotda bir jangda yengish yoki yengilishga ya'ni muhim sabab bo'ldig'ini insonlarning tashkillanishi. Ya'ni Xitoy bizga 2014-yil jang e'lon qildi. Bu Xi Jinpingning People's War Against Terrorism degani, ya'ni xalq yani terrorizmga qarshi Xitoy urushi nima? Terrorizmga qarshi xalq urushi degani amaliyotda Uyg'urlarga qarshi xalq urushi. Endi biz hozir Xi Jinping boshlagan 2014-yili 5-oyda boshlagan Uyg'urlarga qarshi urushning ichida. Endi bu urush bo'lgankan, bu yerda bir odam bir birliklarga uyushish kerak. Bir qo'shin bo'lishi, uning uchun yuzlik, minglik, o'nlik bo'linishi, ondan o'zini qo'g'diya oladi. Mayli bir insonningki millat bo'lishi, Uyg'ur bo'lishi uchun zarur bo'lsa bu birlik. Ikkinchisi, biz hozir jangda bo'lg'achqa bu birlik muhim. Chunki oldimizda bir dushman bor. Uning oldiga chichilib turib taqabul to'g'lanmaydi. Cho'qim birsi otidi, birsi so'qidi, birsi okibga olaydi. Manda bir sap bo'ldi. Unda bu jangda yengil bo'ladi endi bu yerda. Shunga men nima uchun bu she'rni qo'ydim desa, amaliyotda Xitoyningki bizga hujum qilib topgan natijasi nima? Qo'rqinch. Xitoyningki hujumidan bakrak, hujumining qo'rqinchi. Qumda chechib o'tib qolgan narsami? Hujum emas. Masalan, hech qaysi Xitoy abi Toronto'dagi Uyg'urlar hujum qilmagan. İstanbul'dagi Uyg'urlar hujum qilmaydi. Lekin haq terilib ketganlik. Nima uchun? Qo'rqinch. Mandaq qilsam manda olammi? Mandaq qilsam manda olammi? Mandaq qilsam manda olammi? Ashning hammasi qo'rqinch. U qadamni ip baqmayli mag'lub bo'lganlikda. Ya'ni nimadan qo'rqinch deb siz bir mushu qo'rqinchni bir muayyanlashtirib bera olamsiz bizga? Nimadan qo'rqinch bu? Meni jumlamni tugatgan qo'ysangiz texim yaxshi bo'ldi. Men jumlamni tugatay. Men jumlamni tugatdingiz, unutib qoldim men gapimning beshini. Men gapimni tugatay o'ylan. Ya'ni bir she'rimiz bordi. Biz hammamiz okib qurbonlari deb. Bu nima desa, okib qurbonlari deganda xalq hujum qilib kelsa, okiblar bilib qolgan gap. Okibdan chiqib boqmay. Ya'ni hozirgi Uyg'urlarning realligida mushundaq bir reallik bor. Okib qurbonlari, uy qurbonlari, qo'rqinch qurbonlari. Ya'ni uni okibdan beshnim ko'targizmayotgan, uydan chiqargizmayotgan, jamoatning qishig'imi baramay qoldigan, olib keltirib qo'ygan narsa nima desa, amaliyotda reallik emas. Qo'rqinch. Bir tajovuzning, bir hujumning o'qiyab baqqan bir Uyg'ur yo'q. Bu yerda bir lager kirib baqqan bir Uyg'ur yo'q sizning atrofingizda, lekin qo'rqib lagerga kirganlarmi bakrak ro'y chiqib ketgan minglagan odam bor. Bunda bir yaqinda bir fojia bo'ldi bizning bu nimada. Bosniyada bir Uyg'ur qarindoshimiz o'lib ketdi. Bu Yevropaga, Turkiyada o'zini bexatar his qilmay Yevropaga qochib kelmoqchi bo'lgan. Shuning bilan bu Bosniyada nima kasal taydi bilmadik, o'lib ketdi. Rahmatli hayotga jannat bo'lsin. Bu yerda nima bo'ldi desa, bu Xitoy mush vaqtcha uning biz ega bo'lamiz deb u Bosniya doiralari bilan deyishibdi. Lekin mush vaqtcha uningga bir ko'milishiga, dafn qilinishiga ruxsat bermayotdi. Mana bu reallik endi. Ham nima uchun u Uyg'ur yerdan qochib keldi desa, bu Uyg'ur odam yangi chiqqan vatandan. Yangi chiqqan ekan, bu bechora vatandan chiqqan ekan, aşağıda oshxonada u yerda vatanda unda zulm bo'lib ketdi, bunda zulm ketdi deb so'zlabdi. So'zlagandan keyin dastlabda uy jaragan bir odamning uyini jarabdi ekan, u odam buni yengilganligini bilmaydi ekandiq. Uni uydan qo'g'lab chiqaribdi. Sen yengkapsa Xitoyning ishbin bo'lsang, nerda qada kelalaysan deb. Endi u bola agar kelib vatandagi zulmni so'zlamagan bo'lsa,
Xitoyning qirg'inchiligini fosh qilmagan bo'lsa, u yerda uydan quvlanmaydi. Masala u balaninki nima bo'lganligi emas. Kishilarning vatandan yangi chiqqan odamni, masalan, o'zi qo'rqib ketgan ekan, vatandan yangi chiqqan odamlarni teg'imi qo'rqib ketdi deb o'ylag'liq. Shu vatandan yangi chiqqanlar va yangi chiqdimi demaydi. Xitoyni fosh qilmaydi. Xitoyning zulmini qarshi turmaydi degan bir fikr kallasiga o'rnab ketgan gap. Shunga yangi chiqqan bir odam Xitoy uni qildi, buni qildi, u hatto bu to'g'ri degandikidan qo'rqib ketib, sen Xitoyning odam kelsan deb uni uydan qo'llab chiqargan gap. Shunlar u bechari shu qichib kelib bu satga gap ketdi. Mana bir masalani, bu yerda masala nima desa, u yerdan chiqqan odam qo'rqib ketgan gap emas. Uning atrofidagi Istanbulda Xitoydan bir tasda ketmoq bo'lgan odam qo'rqib ketgan gap. Nimadan qo'rqaydi? Nimadan qo'rqaydi demoqchiman. Nimadan qo'rqaydi? Shu masala bu. Masala bu. Ya Ularning qo'rqinchi nimadan? Nimadan qo'rqish bu? Ilmi da'vatime hozir, men tuttu sabr qilsangiz deb berman hozir. U masala meni da'vat qilgan narsam bu qo'rqinch reallik emas. Ko'pincha Uyg'urlar turmaga kirib qolgan emas. Men sizga desam chet elda yashayotgan 150 ming Uyg'ur bor dedim-ku, men 2019-da keyin ketgan. Shuning ichida turmaga kirib qolgan Uyg'ur 150 chiqishi mumkin yoki 1500 chiqishi mumkin. Lekin 1500 dan oshmaydi. Unda bo'lsa, sen umringda yo turmaga kirib qolmasan, yoki Xitoy taskinga birini sap qolmasa, nimadan bu qadar qo'rqib ketding? Masala deganingiz to'g'ri. Bu qo'rqinch real emas. Bu qo'rqinch nima desa, osh vatanda bo'layotgan ishlarningki ikki xil o'lim bo'ldi. Birsi, ba'zi Uyg'urlar g'azablanib maydonga chiqdi. Mushundami shulamdi deb. Ikkinchisi nima desa, u vatanda bo'layotgan ishlarningki televizorlarga, xabarlarga chiqishi yana bir o'lim berdi, yana bir ta'sir ko'rsatdi, yana bir reaksiya qildiki, va endi medirlasaqla otidi ekan, gaplasaqla so'laydi ekan, harakatlasaqla kesdi ekan degan holat kelib, chet elda turib qo'rqib ketgan gap. Shu bu yerda kelib masala shu Abduxoliq Uyg'ur 100 yil burun to'g'ri degan. Ya'ni dashtingning qattiq tosh ezilib qum bo'ldi. Mana bu shundaq. U tosh tekkanlikdan emas. Toshning tegish ehtimolligidan qo'rqib ketayotgan gap. Shunga bu yerda Abduxoliq Uyg'urning bu she'rining tilg'anishi noyat muhim hamdi. Shu bizning ayni vaqtdagi ajdodlarimiz shu o'ylab boqsaq bo'ldi. Xo'jinaz hojimning askarlari Qumuldan chiqqancha Qashqarga kelib Qashqarda Jumhuriyatning askariga aylanganda, Qumuldan Qashqarga borg'ichi birdan piyoda mangsa, eng oz 6 oyda bir o'g'li bo'ldi. Eng oz 6 oyda. Osh odamlar oshningga chidigan. Oshindaq bir ruh bordi, shu manda bir jumhuriyatni qurib chiqqan. O'ladiganligini bilatdi. Qo'zg'olon kesildiganligini bilatdi. Oilasining vayron bo'lganligini bilatdi. Lekin ular keyingilarga hech bo'lmagancha bir daston qoldirish uchun. Bizning manda ajdodlarimizning bo'lib ketgan juma degan bir daston qoldirish uchun bo'lsa o'zidan qurbon qildi. Endi bugungi insonlarmi ashundaq bir narsani qoldiramasa, bu millat bo'lishning ahamiyati qolmaydi. Biz nima uchun ajdodlarimizni faxrlanamiz? Biz degan jumhuriyat qurgan, davlat qurgan, o'zini ozod qilgan millatning avlod deb turib faxrlanamiz. Agar bugungi kishilarimiz ajdodlarining izidan mangmasa, ajdodlari ko'rsatgan qahramonlikni ko'rsatmasa, keyingilar nima deb faxrlandi? Agar milliy faxr bo'lmasa, milliy birlik qanday amalga oshadi? Masala bu. Hozir sizningcha yanala biz shu qumdak chechilib turyotimizmi yoki undaq emasmi? Muajiratdagi Uyg'urlar. Endi reallikda shu deganni yog'iz shunda vaqtimiz qumdak chechilib okuplardan chiqmayli yotdik. Cho'ng qilsaq duoni qilyapmiz. Ondan cho'ng qilsaq masjid silyapmiz. Kanadada masjid soldik, Turkiyada masjid soldik. Ondan o Saudiya Arabiston'da ajdodlarimiz 50 necha vaqt qurib ekan, u vaqtning ko'pincha Uyg'urning qo'lida emas, hozir masjid bo'lib ketdi ekan bu. Ham shunday qilyapmiz. Bu nima desa, reallikdan umidni uzib ko'proq tövbe istig'forga kirishganlikning ifodasi bu.
Menimce sizin kitabınızda üzüyteymiş ya yine nem kılay. Mesela vaktimiz pek az kaldı. Sizinki oturup koygan noktalarınızı qayta bir muzakara qilish zaruriyati bor. Hozir siz eskartgan ikki narsa, masalan birinchi madaniyat, kültür, ikkinchisi din. Hozir masalan nim bo'lsa kerak, nimalarni qurdi dedingizmi, masalan masjidlarni, masjidlarni quryapti, masjidlarni degandek. Ya'ni bu naydi real bir masala. Ya'ni bizning muojiratda men bir gap qo'yay, bir qiz. Manda desam, xalqlar meni masjid selish qarshi ekan, islom qarshi ekan. Unda demaydi. Men tushuntirdim. Manda odatda masjid deganning milliyligi bo'lmaydi. Masjid Allah'ның uyi. Dünyada Uygur mescid deydigan mescid olmaydı. Bunda dese İslam'a karşı oldu. Yani mescid degan Müslümanlar secde kıldığı yer degan gap oldu. Endi men mescidga karşı emas. Lekin siz mescid sep koyup onun içinde toy qilsangiz bo'lmaydi. Onun içinde Uygur muqamlarını ögetsiniz bo'lmaydi. Onun içinde Uygurların meşrifini qilsangiz bo'lmaydi. Çünkü bu mescid. Endi agar uni Uygur uyi deb qo'ygan bo'lsangiz, uning bir eg'izini chiroyli masjid qilib qo'ysiz, qolgan uyida hamma faoliyatlarni qilg'ini bo'ladi. Bu yerdagi masala masjid sevatudu deb ichinib deyishimning sababi masjidning milliyligi bo'lmaganligidan bo'lgan. Masalan, o masjid Pokistonlik, Hindistonlik, Afg'on, ubuli kelsa chiqarib o'tmaysiz. Oxir nima bo'ldi? Xutbani ingliz qilsangiz to'g'ri keldi. Nima ishqa? Chunki masjid deb soldingizda uningga qanday chiqarib o'tmaysiz. Bu masjid masalasi burun selinmagan emas. Saudiya Arabistonda selingan, Turkiyada selingan, Pokistonda selingan. Bu hammasi yo'qolib ketdi hozir Uyg'urning qo'lida emas. Chunki masjidning o'zi milliy bo'lmaydi. U degan xalqaroliq bo'ladi, u degan hamma millatlarga ochiq bo'ladi, chunki Allohning uyi. Endi bizga Uyg'urning uyi muhim. Chunki Allohning uyi hamma yerda bor. Hamma shu zaminning o'zi Allohning uyi. Hamma yerda bo'ldi. Lekin Uyg'urning uyi cho'qim bo'lish kerakki, uning Uyg'ur hech kimning ko'ziga qaramay, hech kimning ta'latidan qo'rqmay, hech kimning ketqaqishga uchirmay ibodatni nima qilishi, o'ziningki madaniyatni saqlab qolishi, ona tilini o'qita olish kerak. Masala bu. Shuni endi qilib qo'y, ilqibga xatolashib qolmayli bu yerda. Degenimizdek hazır vatan sırtıda muhaciratda Uygurlarınki asaslık birliki iki xil şekilde buluvatıdı. Asaslık. Biri medeni, yeni biri dini. Bu ikilisi biz müstemliki vatanımızda mı kalalaydıgan birlikler. Mesela Xitay müstemlikçil hakimiyeti Uygurlarning nuqul madaniyatiga qarshi emas. Nuqul madaniyatiga da'vat emanmi? Va shundaqla Uygurlarning nuqul diniga qarshi emas. Dini ibodatlariga, e'tiqodlariga bunga qarshi emas. Faqat ularning qarshiligi nimadan kelib chiqadi desa, mushu madaniyatning va mushu dinning milliylishi va ularning siyosiy harakatlariga ta'sir ko'rsatib, shu harakatlar bilan birlashishi. Mushundan asraydi va mushundan qarshi turadi. Eğer müşahit keldik. Eğer bu Uygurlar Budist olgan bo'lsa, bugün Xitoy Budizmga o'tachdi. Albatta. Eğer Uygurlar bugün Yahudi diniga kirgan bo'lsa, o'tachdi. Albatta. Eğer bu din Uygurning bo'lmagan bo'lsa, Xitoyning kari yo'q. Faqat Uygurning bo'lib qolganligi uchun o'tachdi. To'g'ri. Bu narsani lekin biz tushuntirmayapmiz. Bunu Şu tushuntirmayapmiz. hazır şu siz bilan bo'layotgan mushu suhbatda bizninki mushu muhaciratdagi Uyg'urlarning mavjudligining milliyligi to'g'risida bo'layotdi va shundaqla mushu milliylikninki nima deymiz, xarakterini o'ylanyapmiz. U faqat nuqul madaniy emas va shundaqla nuqul diniy emas, lekin
muhacirlik Uyg'urlar faqat nuqul madaniy va diniy tarafdorlar turibotidi, shu yerda birlik kelyotidi. Demisimi qarasangiz, hatto bizning Kanadadami shundoq, bizning Kanadadami bütün Uyg'urlarni Uyg'urning madaniyati, masalan, naqsh usullari, lag'man pololari, to'y to'killeri, nazir chiroqlari birlashtirdi. Ve shundaqla Uyg'urlarni diniy e'tiqodlari, masjidlari birlashtirdi. Lekin Uyg'urlarni hargiz ularning milliy mavjudligining asosi bo'lgan davlat va vatan birlashtirolmaydi. Shunga Manda Ahmet Çakır bir Muşuni biz men baştan abiyam bir qitim dedim, hazır bir qitim deyishni xohlayman. Biz masalani bir-biriga qarama-qarshi deb o'ylashimizning hojati yo'q. bu yerda nima qarama-qarshi bo'lyapti sizning qarshingizda? Mana bu yerda bir Uyg'ur degan millat bo'lgan ekan, buning ichida e'tiqod bo'ladi, tamoq bo'ladi, naqsh musiqa, hamma narsa bo'ldi buning ichida. Endi albatta buning ichida siyosiy g'oya bo'ladi. Endi men abiyam boshdan deb kelgandek mana bir narsa bor. Siyosiy g'oyani o'ylaydigan odamlar bir millat ichida intayin oz bo'ladi. Dedim-ku, Amerikani qo'yganlar 3% Amerikaliklar qo'ygan. Ayni vaqtda Uyg'urlarning bugungi siyosiy g'oyasini 9 odam o'tirib qo'ygan. Ozodlik tashkilotini qo'ygan G'uljidagi odammi o'shkiti. O'shki odam ozodlik tashkilotini qurib, oxiri 2-Cumhuriyet qurib chiqqan. Bu yerda masala biz aslida siyosiy g'oyani o'ylaydigan odam oz bo'ladi. Oz bo'lsa masala yo'q. Lekin shu oz odamlar bir-birini yesa chataq. Chataq bu. Ben sizni bir şey to'xtatib qo'yay ve mushu so'zingizninki men uchun xatarlik bo'lgan arq ko'rinishini eskartib o'tay. U bo'lsa-mu, siz mushu davatqandek Xitoy mustamlikchil hokimiyatimi sizga o'xshashlar Uyg'urlarninki mushu vatan davosi, mustaqillik harakatlarini qilayotganlar nihoyat oz sondagi bir o'chim Uyg'urlar deb qaraydi. Ameliyatda bu undaq emas. Mesela ben sizga misol beray. Shixo urushida 45-yildagi Shixo urushida qurbon bo'lgan 711 jangchining hammasi vatan uchun qurbon bo'lgandi. Sizlar ma'lumotni xato dedingiz, 700 emas, 846. 846 o texmi yaxshi. 846 texmi jiq bo'ladi. 846 jangchi. Aşı jangchilarning o'limi yetmayadi. Uning boshlovchilari 9 bo'ladi, 12 bo'ladi, 10 bo'ladi, 100 bo'ladi. Agash kuchillari dal odatda siz og'rinayotgan, lag'mayayotgan, poloyayotgan, massalayotgan Uyg'urlar agishidir. Masala bu yerda hargizmi birisi-birisidan ustun, birisi-birisidan nima degan gap emas. Yoki birisi-birisiga qarshi degan gap emas. Hammasi bo'ladi, ham bo'lib kelgan bundaki mashina bo'ladi. Bu mesele emas bu. Ya demek benim bu yerda demoqchi bo'lganim, yani az sonliq emas, hamma Uyg'urlar asosan hozirgi mesele shu diniy va madaniy mushu gavdada o'zini saqlab kelayotgan va qo'rqinchida turayotgan mushu Uyg'urlarmi tegi takdan elib aytsangiz siz davatgan ashnoyda az sonliq Uyg'urlarninki o'xshaydi, ulardan farqlanmaydi. Lekin bu yerdagi birdan bir masala ular ashundaq shaklda tashkillandi yoki tashkillantirildi deb o'ylayman men endi. Ular shundaq tashkillantirildi va bu tashkillan unda bo'lishining nimasi yo'q, qarang. Har qanday jamiyat zodi shunda tashkillandi. Her qanday jamiyatda ma'lum siyosiy g'oyani o'tirib qo'yib, shuni vujudga chiqaraman deydigan odam oz bo'ldi. Uningga agishadigan odam ondan shu sarxilninki iqtidoriga beqib jiq yoki oz bo'ladi. Endi biz mayli din
tarafdan ching tutayotgan Uyg'urlar bo'lsin, yoki madaniyat tarafdan ching tutayotgan Uyg'urlar bo'lsin, yoki ikkilisini chinglayib mangayotgan Uyg'urlar bo'lsin, hammasining qalbida vatanning borligiga ishonmas. İmanның bağlılığı işinimiz. Vatanni qutquzishdan iborat bir g'oyaning borligiga ishonamiz. Shu abiyam nima dedi? Uyg'ur qanday bo'ldi degandingiz, sizdek mendek bo'ldi, vatanning g'amini qildi dedim. Endi vatanning g'amini qildi. Ba'zilar shu g'amni qilib buni tashkilotlashtirdi. Ba'zilar tashkilotlashtirmay, lag'minni yeb, mashribini o'ynab, to'y o'ynab yuraverdi. Uni hech nima bo'lmaydi. Chunki tashkilotlashtirganlar aslida o'z bo'ladi o'zadi. Uning agishliganlar teşkilatlaştırılan kişilerin iktidarına asasen köp buludu, yakıcık buludu. Lakin vatandan ibaret bir tuygu, Uygurluktan ibaret bir söygü insanların hemmisinin kalbide buludu. Çünkü şu söygü bilen elleylenip taytanlap mangan boğalık için. Bu yerdeki biz muhaciretteki Uygurlarının mevcutluğu hakkında sözleşiyotgan vaqtimizda aldığımızda yine iki misal var. Bu misalını eskertip ötüp biz bugünkü sohbetimizni ahırlaştıraylı. Yine muşu muhaciretteki Uygurlarını teşkilleşte ula aşında teşkillenip kalmagan. Yani siz eskertkende aşında aldığı çıkıp özü seferberlikке çağırıp başkalarını ve özü naiti pidailik bilen, aktiflik bilen teşkillendirdiğin taraflar buludu, ademler buludu. Muşu ademler, muşu teşkilleşni bir xil şekilde yosundu kılıdı. Başka şekilde yosundu kılmaydı. Ora. Şuna bizdeki muhaciretteki tarihimizde teşkilleniş, birleşiş tarihimizde okşumagan muşunda kayışla ifadelendi. Benim nazarımda. Elbette. Muşu kayışla menimce məqsədlik bulubatqan bir işlah. Məqsədlik bulubatqan bir işlah. Şuna Gel bir gapim deyim. Biz bir yerde eğer bunda desek bunu bundan çıkıp olmaydı. Çünkü biz bunda gapni qilgan chaqda ya tarixdan ya reallıqdan misal so'zlaydi. Məqsədlik bulubatqan bunun keyin bir narsa bor. Bu manda bir kuchning mas'ul bo'lishi mumkin degan gapning hammasi birini bir suiqasd nazariyasi deymiz. Bunun ichidan chiqib bo'lmaydi. Chunki buning hech qaysining asosini topqilib bo'lmaydi. U asoslarni logikaga uyg'un lekin dalillanmagan narsalar. Shunda misol. Buna kirmayli. Misol kirmayli bo'ladi. Lekin siz e'tirof qilamsiz. Mesela vatan sırtidagi, yani biz hazır davatkan muhaciretteki Uygurlarınki teşkillenişi, toplanışı, birleşişi asasen biz biraz burun sözleşken iki noktada, iki dairede, iki ramkada bulup kelavatırdı. O bozumu birinci medeniyet, yeni birisi din. Şundak emas mı? Şu. Bunun cevabını dep buldum. Hem de yana desiniz yana şu gapni deyme. Bo'ldi demey bunun cevabını. Okey. Bo'ladi. Sizga ko'p rahmat. Rahmat sizga. Bugungi bir savol. Salam, Uyg'urlarning dastlabda Yettisuga ko'chishida Eli sultonligining Charusiya bilan bo'lgan urushining sebebidin bo'lgan deganni eskertib qo'yish zarur emasmi deydi. Ya biz bir yerde tarixini değişmeyotimiz, o bir tarixni ildiğim misal. O tarixning nimaligini kitobni ko'rib olsa bo'ldi. Bu yana uzun
Sizge yine nurgun suallar düşüyordu. Yaxşı. Milli kırgınçılık bilen erki kırgınçılık otursideki fark nime? Ahmetcan Osman milli kırgınçılık deydi. Abdüveli Ayıp erki kırgınçılık deydi. Ondaqda Amerika Taşqı İşlar Ministeri Mark Pompeo'nun 2021 yılı 1. ayının 19. günü Xitay hükümeti Uygurlarga kırgınçılık elip berivatıdı yana dedi. Erki kırgınçılıkni közde tutamdı, milli kırgınçılıkni mo deydi. Uygur genocide degen. Manda bunun nemesi, bunun cevabını ben bu Facebook sayfamda yazıp olğandım şu yerden görüp asıl kapınmay. Cevabını berip oldum. Okey. Köp rahmet Abdüveli Ayıp Efendi. Bugün siz bizge muhaciretki Uygurlarning mevcutluğu ve bu mevcutluğunu saqlab qilishning imkoniyatları ve ehtimolliklari haqida so'zlab berdingiz ve shundaqla bizning ko'rarman, anglarmanlarimizning savollariga öz yo'lida javob berdingiz. Bunun hammasiga sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Bugünkü programımızın mehmini bolğunuz üçün biz, men ve ko'rarman, anglarmanlar sizga teşekkürimizni bildirimiz. Rahmat. Rahmat aka, nayt yaxshi söhbət qılatsız, davamlaşdırın. Çünki bir işni izchil qilmoq yomon tez. Bu işninki izchil bo'layotganidan nayt memnunman. Hem dastlab demoqchidim bu gaplarni. Bu dialog kanalı yo'liq qo'yilgandan beri nayt ko'p mushaqqatlarni boshdan kechirdi. Siz qo'lga ilishdan burun bu qadar izchil bo'lib boqmagan. Siz nayt izchil yaxshi qilib ketyapsiz. Endi biz tilni saqlab qolamiz, madaniyatni saqlab qolamiz, mavjudlikni saqlab qolamiz deymiz, lekin bir masala bor. İnsanның qo'sqili ochmaydi. İnsanның ming'isimi ochidi. Shunga insonlarning ming'isiga ma'nini uzuq, ma'naviy mahsulotlarni taqdim qilish shu millatning, shu madaniyatning mavjudligida intayin muhim. Shunga mushnuqni olgan chog'da siz qilayotgan Al-Qissa programmasi va bu dialogdagi suhbat programmasi nihoyat yaxshi ketyapti. Armag'aysiz, texmi qat'iy, texmi izchil, texmi astoydil davomlashtiring. Ko'rmanlarga rahmat. Ba'zi savollaringizga javob bermadim. Javob bermaslikning sababi uni men allaqachon yozib qo'ygan Facebook sahifamda. Uni qayta deyishning hojati yo'q. Shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ldi, jumi. Rahmat hammanglarga. Sizga ko'p rahmat.